Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Men Nurgardin Mo'minjon Rahmonajon. Alloh xohlasa 13 kundan 13 kuni Murat Nasirov xotira musobaqasiga Qozog'istonda qatnashaman. Mehmonlarning kelib ko'rib turishini umid qilaman. Rahmat. Assalamualaikum. Şu videonun köprü aziz qarindoshlar, men o'tib qoldim. Men Mo'minjon Rahmonajon. Mana 13 kunlikda Qozog'istonning Almaty shahrida Murat Nasirovning 7-son xotirlash musobaqasiga qatnashdim. Shu qisqa so'zimni bir nemberay qilgan bo'lgan yuz bergan ishlardan doklad beray deb gapirdim. Qozog'istondagi qarindoshlarni aytdi, yaxshi natijalar kutib oldi. Baş bulab Polat akimiz, Polat Tezimov akimiz şu konsert ötküzgen başta ahire beşimiz turup hemen aslında adınızı yaxşı ötküzüp aldı. Ondan keyin Müştaq Meyman dost aka ağabeyimizin Artur akimiz şundaq yaxşı bizni kütüp özünün bulayotgan konserlerini ya bundan keyin olmoqchi bo'lgan asarlarının aldığı çıqırağılığını bir yaptığını dep berdi, tanıştırdı yaş balalar bilen. Nayt yaxşı boldu gerçi birinci dereceye erişemsek mi? Yaxşı naticelerden erişip qaytib geldim. Başta şunun için ben meni qollab kendimizde müştaq destek bolup turayotgan şu Dünya Qurultayının a'zolaridan Erkin ağayla bilen üzerinden Taş Mehmet ağayla bir rahmet ettim. Bizning Uyg'ur Yevropa ansambliga ko'pdan-ko'p rahmat etma, bizga mushtaq tayyorlik, mushtaq yo'llarni yaratib bergan. Ondan sonra en güzel ishga ayol, anam bilan ayolimga rahmat aytaman. Shundaq ko'nglimnikidek yaxshi bo'ldi. Biz shu
vatanning qishirlam turib bu narsani demaytsam hayajon ichida apadi tog'larga ko'gil bo'ldi o'ljini yig'ildik ko'rdik mashalani shu video ishlagim keldi musharqliq bundan keyin bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz Bishkek qarindoshlarimizdan aloqador ishimiz bo'lsa va konsertlar bo'lsa tiximiz ichib bir kirishaylik degan Murat Nosirovning xotirasi olarak mushtaq bir natijalarga erishdim bu bir lekin 4-nji yil olarak akimiz Bishkek eng danglik Ahmet deydigan akimiz danglik bir ressam akimiz var. O'zim aynan bir telefon qilib rahmat deyman. Mush bo'lgan miyama ayirmadik. Simliklarni yezib mushtaq hadiya qildik. Mushtaq ishlar bilan pek xo'shallik yosh artist bola, yosh naqshbonlar bilan ko'rishib nim qila oldim. Aşı sekinde imkan bulmaya kaldı ya mesela ayrı video tartış. Allah kalsı yine yığılıp kalkan boğa vaxtıda yine videonu emek mesleğe. Rahmet kaydedin. Холода, но все равно мне нужна ты одна. Kayıtlaştırım bunu. Ben yol sakıl keldi aydırımga. Aleyküm selam, akıllah, ağillah, illah, rahmet. Yolumuz nakam ya, selamun aleyküm. Rahmet. И никого не надо.